Assalomu alaykum barchaga. Darslarimizni davom ettiramiz. Xo'sh, o'tgan darsimizda sizlar bilan to'plamlar haqida qisqacha gaplashgan edik. To'plamlar darsimiz 4 ta bo'ladi. Hozir ikkinchisi. Endi bu darsda biroz qo'shimcha to'plamlardan tashqari kelgusida o'tadigan darslarimizdan xuddi avvallari bir boshida if darsini o'tganmiz. Keyinchalik to'liq o'tib berdimki, o'shanga o'xshab qisman for sikli, ya'ni mana shu narsa haqida tushuncha berib o'taman. Uni ishlatilishini ham o'zi ko'rib tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Kelgusida o'sha for darsiga kelganimizda, ya'ni aylanishlar darsimizga kelganimizda nima bo'ladi? Sizda ko'proq tushuncha bo'lgani uchun o'rganishingiz ham oson bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, demak, ushbu ikkita darsni o'zaro bir-biriga bog'lab o'rganamiz. Demak, ro'yxat bo'ylab aylanish darsini ko'ramiz. Ro'yxat bo'ylab cycle, ya'ni nima degani? Aylanish degani. Xo'p, ro'yxatdagi elementlarni for siklidan foydalanib tanlab olishimiz mumkin. For sikli haqida o'sha kelgusida ko'proq gaplashamiz. Hozir bu sikl bilan elementlarni qanday ekranga chiqarishni ko'rib bilib olsak yetarli. Mana masalan, mashinalar degan o'zgaruvchi ochgandik o'tgan safar. O'shani olaman va foydalanaman. Xo'p, demak, bizda mana mashinalar degan o'zgaruvchimiz bor edi. Buni olaman va foydalanaman. For degani, uchun degani, ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, ya'ni aytaylik, masalan, mashina, mashinalar. Tasavvur qiling, mana bizda mashinalar bor. Aytaylik, Audi, Mustang, Ferrari va ular bitta ro'yxatda turibdi. O'sha har bitta, ya'ni mashinalar ro'yxatini ichidagi har bitta ro'yxat uchun aylanib chiqamiz. Ya'ni ro'yxatni aylanib chiqamiz degani. Mana uchun degani, for degani, degani, ichida degani. Ya'ni mashinalar ro'yxatini ichidagi har bitta mana bu mashinamiz uchun alohida aylanib chiqish degani, ya'ni aylanish degani. Ya'ni sikl bo'ladi, bir marta aylanib chiqib beradi shu ro'yxatimizni har birini. Demak, har aylanganda, ya'ni har aylanganda demaylik, o'sha aylanishi davomida har bir element bo'ylab o'tayotganda, masalan, hozir mana bu elementga keldimmi, o'sha elementimizni tanlagan paytida mana shu elementimizning nomi mashina bo'lib turadi. Keyingi elementimizga o'tgan paytida bu endi mashinalikdan chiqib, mana bu hozir mashina bo'lib turadi. Mashina nomini vaqtinchalik o'zgaruvchi bo'lib nomlanib turadi. Keyingi safariga bu, ya'ni har bir elementimiz bo'ylab aylanayotganda, ya'ni hammasini birdaniga tanlab bo'lmaydi, hammasini alohida aylanib chiqadi. Birinchi oladi, ya'ni mana bu ro'yxatimiz ichiga kirgandan keyin mana bu elementimizga duch keladi. Buni mashina deb nomlab oladi va shu bilan keyin nimadir ish qilamiz va undan keyin keyingi elementimizga o'tadi. Undan keyin esa bu elementimizga o'tadi. Mana hozir o'sha har bir aylanayotganda har bir elementimizni nima deb nomlab olishini mana bu for kal so'zidan keyin kiritdik. Demak, mashinalarda ichidagi har bitta mashina uchun aylanib chiqamiz. Mana bu degani ichida degani. Ikki nuqtadan keyin doim nima qilishimiz kerak? 4 ta bo'sh katak tashlashimiz kerak edi. Bu Python sintaksi darslaridan sizga ma'lum. Va mana shu har bitta elementimizni mashina deb nomlab olgan paytida biz uni tanlab olishimiz imkoniyati mavjud bo'ladi. O'shaning uchun mana mashinani ekranga chiqaramiz. Ya'ni ro'yxatimiz bo'ylab aylanadi va har bittasini alohida print qiladi. Ya'ni biz bu joyda aytaylik, mana bu ishni mashinalarning ichidan aytaylik 0-elementdan keyin 1-elementdan keyin 2-elementni ekranga chiqaramiz. Mana shu ishimizni for yordamida ikki qator bilan amalga oshirdik. Xo'p, buni avval forni ishlatishdan oldin buni ekranga chiqarib ko'raylik. Ko'rdingizmi? Audi, Mustang, Ferrari hammasi alohida qatorlarda chiqyapti, alohida elementlar bo'lib chiqyapti. Faqatgina bitta notamoni bor. Biz aytaylik, Audi, Mustang, Ferrari deb yozib qo'ygan bo'lsak va kelgusida ro'yxatni o'zgartirsak, aytaylik bitta elementni o'chirib tashlasak va ekranga chiqarsak, mana ko'ryapsiz, Audi chiqdi, Mustang chiqdi va ikkinchi indeksdagi elementimizga kelganda bunday indeksdagi elementimiz yo'qligi sabab bizga xatolik yuzaga keladi. Yoki bo'lmasam, aytaylik, bizda 3 ta elementimiz bor, biz 4 tasini ekranga chiqarmoqchimiz, 4-chisini. Yana shunaqangi bir xatoligimiz
yuzaga keladi. Yoki aytaylik, bu joyda yangi bir elementimizni qo'shdik. Misol uchun O'zbekistonda ravon bor. Ravonni qo'shadigan bo'lsak, orasiga ekranga chiqaradigan bo'lsak, xatolik chiqmasligi mumkin, lekin ravon qolib ketishi mumkin, to'g'rimi? Mana shunaqangi narsalar yuz beradi. Ya'ni biz ro'yxatimizda qancha element bo'lishini hech qachon bilolmaymiz. Lekin for elementi qancha element bo'lishidan qat'iy nazar ularni shuncha marta aylanib, bir marta aylanib chiqib berish imkoniyatini yaratib beradi. Ya'ni har mashinalar ro'yxatidagi har bitta elementimiz uchun bir martadan aylanib chiqadi. Ularning uzunligidan qat'iy nazar. O'shani evaziga mana biz print deganimizda har bir elementimizni tanlaganda uni olib print, uni olib print, uni olib print. Ya'ni shunda bizda mana 4 elementimiz bo'lsa 4tasini, 3 ta elementimiz bo'lsa 3tasini nima qilib beryapti? Ekranga chiqarib beryapti. Mana shunaqangi vaziyatlarda bizga for cycle, ya'ni mana bu ro'yxatlar bo'ylab aylanish imkoniyati kerak bo'lar ekan. Endi bu endi qisqacha mana shu ro'yxat bo'ylab aylanish degan bo'limimizni tushuntirish edi. Endi elementlarning mavjudligini tekshirishimiz ham mumkin. Aytaylik, mana Audi bor, Mustang bor, Ferrari bor, Ravon bor. Aytaylik, orasida Chevrolet bormi, yo'qmi-ligini tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. Misol uchun buni avvalroq o'tgan if kal so'zimiz bilan amalga oshirishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, if Chevrolet va endi bu joyda bizga tekshirish operatorlarimiz, avvalroq o'tdik o'sha darslarimizda, in operatori bor. Bu in degani ichida bormi degani. Agar buni not in deb qo'yadigan bo'lsak, ichida yo'qmi degani bo'ladi. Endi masalan aytyapmiz, agar Chevrolet degan qiymat mashinalarda ichida bo'lsa, bormi deymiz. Agar bor bo'lsa degani va ichiga kirib print yozamiz. Ha, Chevrolet ro'yxatda bor. Mana shunday ekranga chiqaramiz. Yana biz nimani o'rgangandik? Else operatorini o'rgangandik. Aksincha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mashinalar ro'yxatini ichida agar Chevrolet bo'lmaydigan bo'lsa, aksincha degani else nima qilamiz? Print qilamiz ekranga. Ro'yxatda Chevrolet yo'q deb ekranga chiqaraylik. Xo'p, ishga tushiramiz. Mana har bitta elementimizni aylanib chiqishimiz, unaqa qilishimiz shart emas bu joyda. Shunchaki in operatoridan foydalansak bo'ldi. Ya'ni mashinalarda ichida Chevrolet bormi deb so'rayapmiz. Buni for bilan ham amalga oshirishimiz mumkin edi. Masalan, for mashina in mashinalar deymiz. Har bitta elementimizni ochamiz. Agar mashina teng bo'lsa Chevroletga, mana bu Chevroletga teng bo'lsa ekranga, demak, nimani chiqarsin? Mana bu yozuvimizni. Ya'ni ha, Chevrolet bor. Else bo'ladigan bo'lsa, mana aksincha bo'ladigan bo'lsa, mana bu ro'yxatda Chevrolet yo'q degan yozuvimizni ekranga chiqarib berish kerak edi mana. Lekin bunda har bitta elementimiz uchun nima qiladi? Ishlaydi. Hozir mana buni o'chirib turaylik. 4 marta har bitta elementimizga kirib chiqqan paytida yo'q, ro'yxatda. Ya'ni buni nima desak bo'ladi? Topildi, topilmadi deb qo'ysak bo'ladi. Misol uchun topildi yoki topilmadi. Chunki mana yoki Chevrolet emas va bu yo'q, Chevrolet yoki Chevrolet emas. Chevrolet emas. Mana shu tarzda nima qilishimiz mumkin? Demak, birinchi elementimiz nima edi? Bu joyda Audi edi, keyingisi Mustang, keyingisi Ferrari, keyingisi Ravon edi. Lekin hech qaysisi Chevrolet emas edi, to'g'rimi? Mana shu tarzda tekshirishimiz mumkin. Buni ham ma'lumot o'rnida bilib qo'ygan yaxshi. Xo'p. Demak, bizga in operatori nimaga yordam berar ekan?
Buni not in qilib ishlatsak ham bo'ladi mana bu tarzda. Faqat bunda o'rnini almashtirishimizga to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni mashinalar ro'yxatini ichida agar Chevrolet bo'lmasa, ro'yxatda Chevrolet yo'q degan. Bu aksincha bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatda Chevrolet bor degan desak ham bo'ladi. Mana ro'yxatda Chevrolet yo'q. Bu holatda ham to'g'ri ishlayapti. Xo'p, agar topilsa nima bo'ladi? Mana bu qiymatimizni o'zgartiraylik, aytaylik, misol uchun Audi ekranga chiqaramiz. Ha, Chevrolet ro'yxatda bor. Demak, mana shu tarzda ekranga chiqar ekan. Xo'p, buni izohga olib qo'yaman, chunki bizni adashtirmasligi uchun. Xo'p, endi bizda aytaylik, mana shu ro'yxatimiz bor. Mashinalar ro'yxatimiz bor. Mana shu mashinalar ro'yxatimiz ichida nechta element borligini biz qayerdan bilamiz, to'g'rimi? Balki bu uzun, juda ham mingta, 100 mingta ro'yxatdir. 100 mingtalik ro'yxatdir. Buni biz aniq sonini aniqlab olishimiz kerak bo'lib qoladi ba'zi holatlarda. Buni masalan print qilayotgan joyimizda aytaylik, mana len funksiyasidan foydalanamiz. Len degani lens degani, ya'ni inglizcha len gt mana shu harflardan tashkil topadi. Bu uzunlik degani. Elementimizni uzunligi miqdori nechaga teng ekanligini, ya'ni ichida nechta element borligini aytib beradi. Mana len deb turib mashinalar deb yozamiz. Len bu lensni qisqartmasi. Mana ichida demak 4 ta elementimiz bor. 1 2 3 4. Uzunlik bilan demak indekslashda nimasiga farqiga borishimiz kerak. Shuni yodda tutmaslik kerak. Shu yodda tutish kerak. Uzr, men biroz charchagaman. Uzunlik va bizda nima bor? Xo'p, indekslar bor. Indekslar. Masalan, uzunlikka ko'ra bu birinchi elementimiz, bu ikkinchi elementimiz, bu uchinchi elementimiz va mana bu to'rtinchi elementimiz hisoblanadi. Bu esa 0-indeks, bu birinchi indeks, bu ikkinchi va bu uchinchi indeks. Ya'ni biriga farq qilyapti. Chunki bu 0 dan boshlangani uchun. Mana shu narsani yoddan chiqarmaslik kerak. Uzunlik bilan indekslarni farqiga borishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, lens uzunlik degani ekan, len funksiyasi yordamida aytaylik berilgan o'zgaruvchimiz ichida qancha element borligini tekshirib olishimiz mumkin ekan. Bu nafaqat bu mana bunaqangi listlarga, balki o'sha boshida o'tganimiz mana tuple, set, dict mana shularga ham ishlaydi. Yoki xo'p, matnlarga ham ishlaydi. Matnni ichida nechta belgi mavjudligini ham aniqlashni ko'rgandik o'sha matnlar bo'yicha darsimizda. Unda ham len funksiyasini ko'rib o'tgandik. Xo'p, endi masalan, ro'yxatimizni shu joydan o'chirib boshqa ro'yxatni olaylik. Masalan, aytaylik, mana bu qisqaroq ro'yxatimizni olaylik. Bu ro'yxatimizda nima yo'q? Nok, uzum va xurmo yo'q. Nok, uzum va xurmo ro'yxatimizda mavjud emas. Keling, shularni qo'shib ko'ramiz. Ya'ni sizlar bilan endi element qo'shish to'g'risida, ro'yxatimizga element qo'shish haqida gaplashamiz. Buning uchun mana ro'yxatimiz bor, mevalar ro'yxatimiz bor. Endi unga mevalarga nuqta append deymiz. Append degani ingliz tilidan tarjima qiladigan bo'lsak, orqa tarafidan qo'shish degani. Orqa tarafidan qo'shish. Xo'p, endi prepend degan so'zimiz bor. Prepend bu degani inglizchasiga oldi tarafidan qo'shish. Lekin hozircha aytaylik, mana bu joyda prepend deb yozadigan bo'lsak, bunaqangi funksiyamiz yo'q. Bu haqida ham keyinroq albatta gaplashamiz. Hozircha orqa tarafidan yangi ma'lumot kiritish, ya'ni ro'yxatning oxiriga ma'lumotni kiritishni ko'rib chiqamiz. Mana ro'yxatga uzum deb yozaylik. Mana uzumni kiritamiz.
aytaylik nokni kiritamiz. Va yana nima? Apelsinni kiritamiz. Xurmo ekan bizda. Xurmoni kiritamiz. Va ekranga print qilamiz mevalarimizni ro'yxatini. Mevalarimiz ro'yxatini ekranga chiqarganimizda mana nok, uzum va xurmolar qo'shilganini ko'rishimiz mumkin. Endi prepend degani oldi tarafidan qo'shish degani, ya'ni bu append so'zini antonimi hisoblanadi. Lekin bizda prepend degan funksiya mavjud emas ekan. Buni o'rniga xo'sh nima qilamiz? Xo'p, bizda insert degan funksiya bor. Insert funksiyasi ma'lumotlarni aytilgan biz istalgan o'rindan turib kiritishga yordam beradi. Istalgan o'ringa kiritishga yordam beradi. Xo'p, buni hozir ko'ramiz. Mana misolini. Mevalar ro'yxatiga yangi bir mahsulot qo'shamiz. Ya'ni yangi meva qo'shamiz. Misol uchun kivini qo'shishimiz mumkin. Faqat endi bu joyda mana qo'shayotganimizda append emas, nima qilamiz? Insert qilamiz va qayerga qo'shamiz? 0-indeksga qo'shamiz. 0-indeksga kivini qo'shganimizdan keyin 0-indeksda turgan elementimiz 1 ga, 1-indeksda turgan elementimiz 2 ga mana shunday o'rinlari surilib boraveradi. Va endi buni nima qilamiz? Ekranga chiqaramiz. Mana avval olma 0-indeksda edi, 1-indeksga o'tdi va mana shunday qilib mana boshiga kivi qo'shilib qoldi. Xohlasak bu kivini 2-indeksga qo'shishimiz, ya'ni 3-element sifatida qo'shishimiz mumkin edi. Mana 1 2 3 0 1 2 mana aytgan o'rnimizga qo'shilib qolyapti. Xo'p, menimcha shu joygacha yetadi, chunki videoyimizning davomiyligi uzayib ketyapti. Unday bo'lsa keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling.